ism bilan agar duo qilinsa Alloh ijobat qiladi va bu ism bilan so'ralsa Alloh taolo beradi. Bu ismda Allohning eng buyuk ismi bor. Eng buyuk ismi lafzul jalala, Alloh ismi. Barcha ismlarni o'zida jamlovchi. Idza du'iya bihi ajaba va idza su'ila bihi a'ta. Hadisda keladi. Hadisda kelgan aksar duolar Allohumma deb boshlanadi-ku, Alloh ismi bilan so'raladi ya'ni. Va kundalik ravishda Alloh taolo bizga mana shu ismni har bir amalni boshlashdan oldin zikr qilishlikni sunnat qilib qo'ydi. Har bir ishdan oldin bismillah aytishlik demak sunnat qilindi. Nima uchun? Har qanday ishimizga baraka kirish uchun. Har qanday ishimizda xayr bo'lishligi uchun va u har qanday yomonlikdan, balodan saqlanishligimizga sabab bo'lish uchun.